qo'rqishgan sendan. Instagram senda qanaqaligini. Operatsiya kirib ketayotganingda ham qilib kirib ketgansan ishlaring. Mas'uliyatli inson shunaqa. Targit yoqtiryapsizmi? Kim yoqyapti? Seni o'shaklaring, shogirdlaring. Qanaqa yaxshi yoqyaptimi? O'zi men yoqqanimda ham sizga normal bo'lgan yoqqan. Bir boshida u, конечно, qiynaldi. Lekin keyin o'rganib ketdi. Messenjer chiqursan, yana nimadir qiynalib qoladi. Avvalda endi ko'proq video oladi. Ilhomjon target qiladi. Yaxshi bo'ldi. Targetda o'zi foydasi biznesmenga qanaqa? Do и после target. Targetsiz biznes, sotuv, men sotuv bo'limlarini boshqaraman endi. Bu sotuv targetsiz bo'lmaydi, по-моему. Это уже невозможно. Target mana menda yoqtirardingiz, keyin o'z jiyanlaringizni o'qitdingizmanda. Hozir ular yoqib beryapti sizga. Nimaga shu narsani qildingiz? Chesna mana. Targetda o'zi men oldindan yoqtirardim. Sanda zo'r rezultat bo'ldi. Keyin уже ikkita student qarindoshim jiyanlarimni qanday o'qitdi. Keyin ular уже вот mana ishlashyapti. Ular как бы уже o'zi ham student, ham target yoqib pul topadi. Siz o'zingiz yaqinlaringiz podдержка qilib o'qitib berdingiz. Ikkalasi ham vodiydan keldi, o'qiyapti. Ikkalasi ham hozir ham ota-onasiga yordam beradi. Oyligidan baraka. Onasiga, ota-onasiga sразу jo'natadi. Ular уже qimmat iPhone'lar ota-onasiga tabriklayapti. Onalariga полный 3-4 milliondan pul jo'natishadi oyiga. Как поддержка studentlar. Sizdan boshqa joyda ham ishlashyaptimi? Targetlarga zakazlar olib, klientlar olib. Yo'q, hozir ular bank, lekin Ilhomjon bir olib turibdi. Я знаю, что 3-4 ta yana bor uni firmasi targetda. Tak videoga faqat o'zimda yurishadi. Chunki целый ko'p bizda qurilishda, ko'p qurilishlarga o'zamiz. O'sha shogirdlaringiz, jiyanlaringiz menga shogird bo'lib tushganda nima deb aytishgan? O'qish kurslar yoqqanmi, qanaqa bo'lgan? Конечно, hech qo'rqishgan sendan. Sen bilishmaydi hech. Уже Instagram senda qanaqaligini. Va yoqtirmayman ko'p blogerlar ham. Agar sizlar просто uni yaxshi bilmaysizlar. Просто sizlar uni yaxshi bilmaysizlar. Sen xaraktering Sovetskiy Союз odamiga o'xshataman. Mas'uliyatni настолько his qilasan, shu A точкаdan shu bukva yagacha borguncha urib turishing ish beradigan, odamlar bilan ishlaydigan inson sifatida bu qadrlanadi. Ты чувствуешь ответственность, ты это делаешь. Вот это самое важное. Millionta muammoyim bor, kasalman, unaqa narsa. Даже operatsiya kirib ketayotgan ham, masalan, operatsiya jo'natganimni eslasam, mana operatsiya qildim. Spokойно, mana shunaqa jinnimani, Sabrinani ham 10 soatlik operatsiya kirgizib olib o'tiribman. Уже 8 soat ketyapti. Nimaga men shunaqa inson, nimaga men целый insonni hayotini bo'ynimga oldim deyman. Sen ham operatsiya kirib ketayotganingda ham qilib kirib ketgansan ishlaring. Mas'uliyatli inson shunaqa. Shu meni jiyanlarim ham mas'uliyat olishni bilishdi va o'zidan o'zi xursand. Уже ota-onasiga kattalar sovg'alar berishyapti. Ular уже onasiga mana Samsung oxiriga chiqqan 24 podarka qilyapti. Bitta jiyanim полностью onasiga olganligini jo'natib, barakallida ular. O'zi kurs haqida aytishganmi? Yaxshi o'rgatyapti, yoqyapti, yoqmayapti. Tushunib oldim, hamma narsani tushunib oldim. O'rganyapman. Keyinchalik ham sen ular podдержка qilib, maslahat berganingni ham aytib turishdi. Zalolpadan so'rayman, ustozimni so'rayman. Kichkina qiz ustozim desa-ku, ambal ikkita bolachalar. Oldinim ustozsiz hozir kichkina ustozim deydi. Hozir yaxshi bo'lishsa xursandman. Sizda ham hammasi yaxshi bo'lsa xursandman. Lekin o'sha aytganimdek nimadir tushunmasa bemalol so'raversin. Yo'q, ular no boshqa joyda o'qimadi ular. Shu menda o'qigani bo'yicha faqat sanda o'qidi, bo'ldi. Endi 0 bo'lgan-ku, to'g'rimi? Ular hech qayerda oldin o'qimagan. Hech qachon o'qimagan. iPhone ham ularda birinchi marta o'sha kursingni o'qib bo'lishgandan keyin men olib beraman. O'sha iPhone fanda paydo bo'ldi. Hammaga shunaqa qarindoshlar bo'lsa edi, sponsorство qilib turib paydo. Vodiydan kelishdi, universitetga topshirishdi, tushunishmasdi. Baribir endi qarindoshing oldingda bo'lsa o'ylaysan-ku, qanday yordam berasan? O'g'il bola baribir kontrol qilib turish kerak. Keyin aytdim, sen kursingga o'zim yozaman. Jiyanlarimni o'qisam-chi deb kallamga urib qoldi. Ha, o'zi jiyanlarimni siz ham bo'ldi deganman. Bitta ikkita o'g'il bola kirib kelganda o'qib qolganman deb so'ramagan, ama qiz bolammi, o'g'il bolammi deb so'ramagan. Bitta shu ular kirib o'qishdida, keyin ushab ketishdida. Bu ota-onasi ham tinmasdan rahmat dedi. Tinmasdan rahmat. Zo'r narsa qilgansizda, mana bir xil yordam kerak desa, ko'pchilik pul berib qo'ya qoladi-ku. Navbat siz o'qitgansizda, o'sha qo'liga pul bermagansizda, davay sen hunar, bitta hunarni o'rgatgansizda, bo'ldi, уже o'qib bo'lgandan keyin уже sen yaxshi o'rganishyapti, yaxshi o'sha eski telefonlarga montaj qilishyapti. Keyin ham o'qib bo'lgandan keyin ularga iPhone sovg'a qilib berdim. Mana nonni topib, полностью ishlab, уже yangi iPhone chiqsa, yangisiga almashtirib, ota-onasiga pul bilan yordam berib, tfu-tfu ko'z tegmasin, barakali ish qildingizman, barakali san ish qilding.
rahmat har doim ko'rishsa ham mana shunaqa qilsa olibdi ustozni san juda yaxshi ko'rishadi ustozim ustozim tug'ilgan kuningiz ustozim keldilar deb turib ustozing kim deymaki san kichkina u boshim ha san ustozing esingda yo'q deyman ustozim ketdilar xursand bo'lib ketdi ular uchun xursandman iloyim xayrli bo'lsin barakali bo'lsin Rahmat. sizni ham ishlaringiz zo'r bo'lsin sizlar savdolaringiz ham zo'r bo'lsin baraka topinglar baribir hunarda oddiy video olishing uchun ham bilish kerak ham man bilmay ming shuncha подписчигim bo'lsa ham umuman montaj qilib man shu ikkalasi qilib beradi qilishni bilmayman hech nima no videoga olib olaman yoki ular bo'lmasa video olib qo'yaveraman hozir o'zingiz bilan yurib videolaringizni olib beradiganlar shular to'g'rimi anaqa ha aytgancha mana shu targetni o'zi daromad qiladigan targetimda mana shu Mohin opamdan mana shu ofisdan kelib 1 yil oldin uy olgandimda mana hozirda to'lab ketyapmiz xudo xohlasa 1 yil bo'lmadi yo'q o'tgan yil avgust operatsiyadan oldin edi operatsiyadan oshdiku уже 1 yil Mohin opam o'zlaridan uy olganman xudo xohlasa yana yangi zo'r proyekt bo'ladi deyaptilar mana o'shani ham olish niyatim bor zo'r mani anaqa hunarim target bo'lsa ko'pchilik aytadida sizlar nima biznes qilmaysiz yo bu deyishadida mani biznesim mana shu uy odam bitta hunarni sevsa mana oddiy realtor ekanku то есть biz hamma makler deydi lekin siz улучшень o'qigan saringiz o'zingiz mehnatni sevgan saringiz o'zi yengilliklar kirib siz baraka topib faqat ishni yaxshi ko'rish kerak shu mehnat qilish va mehnatni yaxshi ko'rish o'zing xohlagan yo'nalishda qilsang baraka bo'ladi ming milliard topsang baraka bo'lmasa ham bo'lmaydi shu barakada ekan ko'p и odamlar rozi qilib shunchalik ishlash mana jiyanimdan mingdan ming roziman judayam xursandman ular o'zi mani targetolog sifatida kim tavsiya qayerdan bilgansiz target chunki man hech qayerda reklama qilmaganman instagramingda o'zing gapirib ketayotganingda target shunaqa rezultat bo'ladi degan keyin yozganman storiesda keyin man o'zimni targetologimga qoniqmaganim uchun sanga o'tganman